Mana shunaqa joyga kelib qolganman hozir. Juda ham katta qanaqadir bozor ekan. Endi u tepasida nimadir bor-da, buni tepasi qanaqadir katta kema bormi, nimadir bor. Uzoqdan rasmga olmoqman. Juda ham chiroyli joylar. Manzara antiqa, katta binolar hamma joyda. Xitoyda Ivo shahriga yetib kelgandan keyin mehmonxona topdim. Kuniga $35 qilingan, 2 kunga $70 to'ladim. Yuanda 478 yuan, lekin 600 yuan yechib olishdi. Ketayotganda qolganini qaytarib beramiz dedi. Sababi biron nimani sindirib, biron nima qilib qo'ysang. Keyin ertalab ovqat ham berar ekan. Qavat tepada hamma narsa bor. Ikkinchi etajga chiqqandim, mana shunaqa ovqat pishiradigan joylar ekan. Nima ovqat bo'lsa kerak yo'q. Lekin bularda ovqatini yeyolmaysiz. Ta'mi juda ham g'alati bo'ladi. Lekin bular o'chirib ketyapti. Antiqa. Bozorda aylanib yurdim. Qaranglar qanaqangi bularda nima desak bo'lar ekan buni. Dronchalarimi, nimadirlari bor. Hammasi mana shunaqa uchirib yotibdi. Eplab bo'lmaydi bu bozorda kattaligini. Bekorchi bo'lganda mana shu bozorni kirib aylanib yuribman. Dahshat bozor. Vahshe. Ko'ryapsizlarmi? Xitoyliklarning farzandlari onasini oldiga kelib, mana uyga vazifalarini qilib, dars qilib o'tiribdi. Ular birinchi navbatda dars qiladi, uyga vazifalarni qiladi, bilim oladi, biladi, hayot oson emasligini, konkurensiya kattaligini. Undan keyin balki telefon o'ynar. Lekin qoyil qoldim, shunaqa bolalarni rosa ko'p ko'ryapman. Men aytdim-ku, Xitoylik bolalar doimo o'qiydi, harakat qiladi, o'z ustida ishlaydi. Qaranglar, bular o'ynab o'tirmaydi, kitob o'qiyapti. Bunaqangi kitob o'qiydigan insonlar kelajakda albatta dunyoni boshqaradi. Qani bizning o'zbeklar ham xuddi shunaqa kitob o'qib, farzandlari tushunsa ekan, qanchalik hayotda qiynalish bo'ladi. Sizlarga aytaman-ku, Xitoyliklar mana faqat dars qildiradi bolalariga deb. Mana uyga vazifa qildirib, darslarini qildiryapti bolalariga. Молодец. Qoyil qolyapman. Bunaqa bolalarni bir nechta emas, juda ko'p ko'ryapman. Hammasi uyga vazifa qilyapti. Uyalgandan sal uzoqdan video ko'ryapman. Bularning kuchukchalari ham antiqa. Hammasi mana shunaqangi kuchukchalari bor. Yonlarida yuradi. Ayniqsa kechqurun ovqatlanayotganda ikkita farzandi yo bitta farzandi bo'lar ekan bular. Yonlariga kuchukchasini ham o'tkazib oladi. Kuchuklar indamasdan o'tiradi. O'ynagisi keladi, boshqa qiladi, lekin hali shovqin qilmaydi. Bugun bolachalarni videoga oladigan kunim ekanda, bular dars qilgandan keyin mana shu ota-onasi ishlaydigan joyda o'zida o'ynab yurishaveradi. Mana qaranglar, hammasi o'ynab yuribdi. Menimcha bular endi darsini qilib olishdi. Dars qilib olgandan keyin o'ynashga haqqi bor-da. To'g'rimi bolachalar? Hamma o'yinchoqchalari bor, o'zlariga o'zlari o'ynab o'tiribdi. Mana endi ikkita bolacha uyga vazifalarini qilib, dars qilib o'tiribdi, qaranglar. Ularda hammasi shunaqangi dars qiladi, uyga vazifa qiladi. Shunga 5 ketaman-da, qoyil qolaman. Ota-onasining oldiga yordamga keladi va darsini qilib o'tiradi. Qaniydi, biz O'zbekistonning farzandlari ham shunaqa faqat darsisi, o'yin bilan. Men hozir hammasidan bitta tishlab qo'ydim. Gapni ochib, men bu chalpakchani yorib qo'yar ekan, lekin borib, boplaydi ekan. O'zbeklarga o'xshab pishirar ekan. Men mantisi ham, pigodiga o'xshaydi. Ular makka esa ekan, doni katta-katta, shirin. Ular 3 yulduzli mehmonxonada. Men bu mevaning nomini bilmayman nimaligini, lekin umuman ta'mi yo'q ekan. Tarvuz va qovunning ham unchalik ta'mi yo'q. O'zbekistondagi tarvuz qovunlari ancha shirin. Menimcha shu bu yoqda umuman quyosh yo'qligidanmi, doim osmonlar bulut bo'lib turadi. Hayron qolaman, nimaga shunaqa ekan deb. Ovqatlanayotgan joyimda ham qovurga o'zimizning nondan berdim. Yeb ko'ring dedim. O'zbekiston noni ancha shirin. Balki sizga yoqar dedim. Rosa xursand bo'lib qoldi. Endi esa bizning katta majlischamiz bor. O'sha yoqqa borib kelsam, shu bilan ishim bitadi. Hozir mehmonxona personaliga men O'zbekistondan hali olib kelgan nonlarimdan sovg'a qildimda, juda ham xursand bo'lib ketishdi-da. Shunaqa xursand bo'lib, mamdek qilib egilishadi-da. Men xohlayman o'zbeklarning qanchalik mehribon, oqibatligini bular bilishini, O'zbekiston qayerda, borgim kelyapti deyishini xohlayman ich-ichidan. Menimcha Xitoyda hamma shaharlarda mana shunaqa balandparvoz binolar bor. Qarasang, doping pastga tushib ketadi. Keyin qaranglar, shaharda markazda hamma joyda mashinalarni qo'yib qo'yishgan va hech qanaqangi to'lov yo'q. Shunda turibdi. Endi shuncha odam ko'p, shuncha mashina ko'p, sig'dirishda ham iloji yo'q-da. Boshqa iloji yo'q. Shuning uchun qo'yishaveradi. Bronco men uchun eng zo'r mashina hisoblanadi. Agar shunaqa imkoniyat bo'lganda, qaysi mashinani tanlaysan deganda Bronco degan bo'lardim. Dubayga borsam ham, qayerga borsam ham Bronconi ko'rib qolsam, albatta video qilaman-da. Xitoyliklar ham mana Bronco minishar ekan. Shunaqa antiqa mashina, juda ham go'zal. Ketayotgan joyimda mana bu yoqda avariya bo'ldi. Qaranglar, bu yoqda tushib, janjal qilib, to'polon qilib yotmaydi ekan. Mana haligi odam mashinadan tushgani yo'q, oldindagi odam. Mana bular tushib tushuntiryapti. Menimcha shu sug'urta kompaniya hammasini hal qilsa kerak. Mana orqasidagi mashina ham turib